Agar olov teringizni kuydirsa, teringiz bo'shashib, sezish qobiliyatini yo'qotadi. Natijada og'riqni sezmaysiz. Shunday ekan, men ham do'zax olovini bir marta totib ko'rsam bas, boshqa totmayman. U aytdi: Alloh teringiz kuyib, boshqa kuymaydi deb o'ylasangiz, teringizni yana yangisiga alishtirib qo'yamiz degan. Shahodat kalimasini aytib, musulmon bo'lgach, otamning oldiga borib, men bu biznesda ortiq ishlolmayman dedim. Otam hech bo'lmasa 6 hafta ishlab tura olmaysanmi dedi. Men bu biznesda ortiq 1 daqiqa ham ishlamayman. Bu biznes men uchun tugadi dedim. Otam shunaqami? Unda uyimdan yo'qol dedi. Subhanalloh. Allohim, ularni iymonda sobit qadam qil. Ularni Qur'on hidoyati bilan siylaganing kabi jannatning oliy darajalari bilan ham siyla. Qur'on ila hidoyat topdim. Hamza bilan Londonda ko'rishdim. Uning yoshligi qiyinchilikda o'tgan. U islom va oxirat uchun hayotidagi barcha narsalardan kechib yubordi. Assalomu alaykum. Ismi sharafim Hamza Mayt, ilgari Darren Mayt edi. 40 yoshdaman. Londonda yashayman. 27 yoshimda islom dinini qabul qilganman. Men Uelsning janubida katta bo'lganman. Ota-onam u yerga 6 yoshligimda ko'chib borishgan. Ya'ni otam va o'gay onam. Biz yashaydigan joy oq konsullik mintaqasi edi. U yerda asosan kuchlilargina yashab qoladi degan qonun hukmron edi. Men har xil to'dalarga qo'shilgan bo'lsam-da, lekin futbolning ashaddiy muxlislaridan edim. Futbol tomosha qilish uchun qayerga bo'lsa ham yetib borardim. Har qanday mushtlashishlarda, to'polonlarda ishtirok etardim. To'damiz bilan magazinlarda o'g'irlik qilardik. Yana shunga o'xshash ishlar. Xullas, jamiyatda o'rnak bo'lishga arzimaydigan inson edim. Qisqa qilib aytganda, hayotim futbol tomoshasiga borish, urush janjallar, o'g'irliklardan iborat edi. McDonald'sda ham ishlaganman. Hamza va uning ukasi Londonga yaqin mintaqada otalari bilan birga yashashar edi. Hamzaning onasi esa Manchesterda yashardi. Kunlardan bir kuni Allohning taqdiri bilan Hamzaning onasi bir tush ko'rdi. Unda o'g'li Hamza bir restoran oldida onasiga muhtoj bo'lib turgani ma'lum bo'ldi. Uyqudan uyg'onib, poyezdga o'tirdi-da, o'g'lini ko'rish uchun London yaqinidagi mintaqaga, aniqrog'i tushida ko'rgan restoran tomon yo'l oldi. Tasodifan Hamza o'sha restoran oldida edi. U menga biror muammoing bormi? Menga tushimda ayon bo'ldi dedi. Men yo'q, hammasi joyida dedim. Chunki o'z ko'zimiz bilan qaraganda hayotimiz tabiiy, qiyinchiliksiz o'tayotgandi. Aslida esa hammasi muammodan iborat edi. Onam bir qog'ozga telefon raqamini yozib berdi va biror muammo paydo bo'lsa menga qo'ng'iroq qil, darhol yetib kelaman dedi. Keyin Manchesterga qaytib ketdi. Ukam bilan mening esimizdan ham chiqib ketdi. Lekin men telefon raqamini saqlab qo'ygandim. 2 haftadan keyin o'sha telefon raqamga ehtiyojim tushdi. Qanday hodisa tufayli onangizning telefon raqamiga ehtiyoj sezdingiz? Magazinga kirdim. Katta shokolad plitkasini olib, paltoyimning ichki cho'ntagiga yashirdim-da, chiqib ketdim. Orqamdan yugurib kelayotgan oyoq tovushlarini eshitdim. Kimdir taksiga shoshib ketyapti deb o'ylardim. Kimdir yelkamdan mahkam ushladi. Ayol kishi ekan. Men bilan magazinga qaytib borasan dedi. Magazinning oldiga borganimizda otam narigi magazindan chiqayotgan ekan. Otam yonimizdagi magazinda ekanligini bilmagandim. U meni ko'ribdi. Men ko'rganim yo'q edi. Meni magazinga olib kirishdi. U yerdagilar bu bolaning ota-onasi tashqarida turibdi deyishdi. Men iltimos ularni bu yerga olib kirmanglar dedim. Bizga asablarni saqlashimizni aytib, ularni ichkariga kiritishdi. Otam meni urdi. O'gay onam esa bo'yinbog'imdan mahkam ushlab oldi. Taqdir ekanda, agar o'shanda otam narigi magazindan chiqib qolmaganda, meni ko'rmagan bo'lardi. Subhanalloh. Bu voqealar menda haqiqiy muammo bo'layotganidan darak berardi. Onamning biror muammoga duch kelsang degan gapini esladim.
Taqdirning kulib boqqanini qarang. Agar u tushida ko'rib meni oldimga kelmaganida va o'z telefon raqamini qoldirib ketmaganida, men uchun muammodan chiqish yo'li qolmagan bo'lardi. Go'yo Alloh mening muammoga duch kelishimni onamga bildirib, uning kelishini tadbir qilib qo'ygandek edi. Qog'ozdagi raqamga qo'ng'iroq qildim. U qo'rqma, men borman. Yonimga kel, o'zim yordam beraman deb javob berdi. Mashalloh, poyezdga o'tirib Manchesterga qarab ketdim. Hamza yashash uchun Manchesterga ko'chib bordi. Onasi bilan bir kiyim-kechak do'koniga kirdi. Ana shu do'kon ushbu qissamizda muhim o'rin tutadi. Do'konga kirganimizdan so'ng, onam do'kon xo'jayinidan menga ish berishini so'rab ko'rishga qaror qildi. Hamza do'konimga onasi bilan keldi. U paytda yosh yigitlarni ishga olmasdik. Do'konda faqat yosh qizlar ishlar edi. Onasi menga va biznes sherigim bo'lgan opamga qattiq iltimos qilib, Hamzani ishga olishga ko'ndirdi. Do'kon egasi opasi bilan maslahatlashib, menga bir imkoniyat berishga qaror qilishdi. Ish boshladim. Faqat shanba kunlari ishlardim. Har shanba ertadan kechgacha o'sha do'konda bo'lardim. U juda ajoyib sotuvchi edi. Shuning uchun uni haftada to'liq 6 kun ishga tayinladik. U har doim uyimizga kelardi va do'konga birga ketardik. Menga juda yaqin bo'lib qolgandi. Faqat menga emas, barcha oila a'zolarimiz uchun yaqin insonga aylangandi. Siz bir oyatni eshitib undan ta'sirlangan ekansiz. Islomga kirishdan avval Hamzaning qalbiga ta'sir qilgan oyat qaysi edi? Qur'onni birinchi marta Manchesterdagi do'konda eshitganman. Xo'jayinimning opasi meni ko'rgani keldi. U meni islomga da'vat qilishga urinardi. To'g'risini aytsam, o'sha paytlarda uni eshitishga unchalik ham qiziqmasdim. Hali yosh edim. Xudo meni nima ishga buyurayotganiga ahamiyat bermasdim. O'zimcha mag'rur va aqlli edim. Men undan qara, seningcha agar men musulmon bo'lmasam, do'zaxga kiraman, shundaymi deb so'radim. U ha, bunga iymonim komil dedi. Yaxshi, nima bo'libdi? Olovga kirgan odamning terilari kuyadi. So'ng teri bo'shashib, sezish qobiliyatini yo'qotadi. Natijada og'riq sezilmaydi. Men ham do'zaxga kirsam, bir marta kuyaman bo'ldi. Shu bilan og'riqni sezmayman dedim. U yo'q, Alloh taolo teringiz kuygach, boshqa kuymaydi deb o'ylasangiz, uni yana yangi teriga alishtirib qo'yamiz degan dedi. Allohu akbar. Ha, bu Niso surasidagi oyat. Alloh subhanahu va taolo aytadi: oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxga kiritamiz. Qachonki terilari yetib pishganda azobni tortishlari uchun boshqa teriga almashtirarmiz. ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' oyatda aytadi: oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxga kiritamiz. Qachonki terilari yetib pishganda azobni tortishlari uchun boshqa teriga almashtirarmiz. Zamonaviy ilm shuni kashf qildiki, sezish manbai bu teri ekan. Ilgari sezish manbai terining osti deb o'ylashardi. Alloh subhanahu va taolo bu mo'jizaviy oyatda bayon qilmoqdaki, sezish manbai aynan teri. Muoz aytadilar: do'zax ahlining terilari bir soatda 100 marta alishtiriladi. Alloh barchamizni jahannam olovidan saqlasin. Hamzaning do'sti Faysal Manchesterda birga ishlab yurgan kezlari Hamzaga islom haqida hech ham og'iz ochmagan. Ammo Fusayl Londonga ko'chib borgandan so'ng vaziyat butunlay o'zgardi. Uni ko'rgani borsam, menga islom haqida islom unday, islom bunday derdi.
Lekin menga ta'sir qilmasdi. Undan o'zing har kuni 5 marta namoz o'qiysanmi deb so'rardim. U yo'q derdi. Avval namoz o'qi, keyin menga gapir. O'zing namoz o'qimaysan-u, nimaga men bular haqida bosh qotirishim kerak derdim. Undan shu yo'l bilan qutulardim. Birgina gap bilan muzokara to'xtardi. 11-sentyabr voqealaridan keyin axborot vositalari islom haqida ko'p gapira boshladi. Televizorda doim islom haqida ko'rsatuv bo'lar. Hamza ham bu dinga qiziqib qolgandi. Bu hodisalar men va ayolimga ham ta'sir qildi. Namoz o'qish, masjidga borish va shu kabi ishlar orqali islomga amal qilishni boshladik. Islom haqida o'ylashni boshladim. Men musulmonlarni bilardim. Ular bunday yo'l tutishlari mumkin emasdi. Ya'ni axborot vositalari musulmonlarni terrorchilar qilib ko'rsatardi. Do'stim Uelsga qaytganidan so'ng yana islom haqida gapira boshladi. Men undan 5 vaqt namozni o'qiyapsanmi deb so'radim. Uning javobi meni dovdiratib qo'ydi. Ha, hammamiz o'qiyapmiz. Endi uning da'vatiga quloq solishdan boshqa choram qolmadi. Shundan so'ng kitob o'qishni boshladim. Yusuf Qarzoviyning Halol va harom kitobini o'qidim. Shunda bildimki, islom dini amaliy din ekan. U boshqa dinlar ichida 21-asr uchun eng munosibi ekan. Bu kitobni o'qib chiqqach, yana shuni bildimki, islom hayotda yashab o'tiladigan amaliy va go'zal yo'l ekan. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p ta'limotlarini hayotimga tatbiq eta boshladim. O'zi avvaldan hech irqchi bo'lmaganman. Aroq ichishni to'xtatdim. Eng qizig'i bir gal yangi yilda sodir bo'ldi. Men yangi yilda kechasi vino sotadigan do'konda ishlardim. O'zim aroq ichishni to'xtatganman. Vinoxonadagi ishim mobaynida odamlarni hayvonlarga o'xshab qolganini ko'rdim. Behazil hayvonlarga. Shu hodisadan keyin alhamdulillah, yaxshiyamki aroq ichishni tashlaganman deb yubordim. Hamza islomga amal qilishni boshladi. Hattoki uni himoya qilardi. Kunlardan bir kuni barcha atrofidagi odamlar islomga hujum qilayotganini eshitib qoldi. Darhol uni himoya qila boshladi. Islomda bir kishini o'ldirsangiz go'yo butun insoniyatni o'ldirgan bo'lasiz. Islomda jihod da'vosi bilan insonlarni qatl qilish harom. Hatto urushlarda ham islom asirlarni o'ldirishdan, daraxtlarni kesishdan, haloyiqning ish joylariga daxl qilishdan qaytaradi. Xalqning ustidan samolyot portlatib yuborish uchun islomda hech qanday qonuniy asos yo'q. Ular sen musulmonmisan deb so'rashdi. Yo'q deb javob berdim. Nimaga musulmon emassan deb ajablanishdi. Bu mening hali musulmon bo'lmay turib qilgan birinchi da'vatim edi. O'zimga savol berdim. Haqiqatda nimaga musulmon emasman? Modomiki bularga iymonim bor ekan, u holda musulmon bo'lishim kerak. Hamzaning o'sha paytgacha islomga kirishiga o'ylantirib turgan 3 ta narsa bor edi. Birinchisi qimor, ikkinchisi 6 yildan buyon birga yashab kelgan va o'rtada 2 nafar farzandi bor sevgan qizi. Uchinchisi rizq manbai. U otasi bilan riboga bog'liq biznes yuritardi. Mening biznesim foydaga qarz berish, garov va shunga o'xshash ribo bilan bog'liq edi. Agar musulmon bo'lsam, daromadim va ish joyimdan ayrilishimni yaxshi bilardim. Bir kuni biznes bo'yicha bir ish oldim. Mijoz bilan qarz va boshqa ishlar xususida gaplashib olish uchun yo'lga chiqdim. Mashinamda ketarkanman, tashqarida kuchli yomg'ir yog'ardi. Yo'lda tez yurish mumkin emas degan ogohlantiruvchi belgilar borligini ko'rmabman. Birdan ogohlantiruvchi belgilarni urib, ularni har tarafga sochib yubordim. Mashina sirg'anib ketardi. Men to'xtashga harakat qilardim. Mashinani ichidaman. Yomg'ir sharros quyiyapti. Hozir o'lib qolishim mumkin deb o'ylab qoldim. Hamza bilardi. Agar u o'lsa, dunyoning barcha matohlarini qo'ldan boy beradi. Shu sababli ularni hozir islom uchun tark etsa bo'lmaydimi? Kutishdan foyda yo'qligini tushunib yetdim. Islomni qabul qilishim kerak. Shunda Hamza Qur'ondan eshitgan birinchi oyatini esga oldi. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxga kiritamiz. Qachonki terilari yetib pishganda azobni tortishlari uchun boshqa teriga almashtirarmiz. Albatta Alloh aziz va hakim zotdir. Keyinchalik Qur'on Allohning kalomi ekanligiga
Amin bo'lgach, unda ushbu oyatni ko'rib qoldim. Shunda esladim. Subhanalloh. U menga o'zicha javob bermagan ekan, balki Allohning kalomi bilan javob bergan ekan. Islomni qabul qilishimga asosiy sabab shu oyat bo'ldi. Chunki men yonishni istamasdim. Do'zax va unda azob borligiga aniq ishonib iymon keltirgach, subhanalloh, undan najot topishni xohladim. Nima qilsam omon qolaman? Keyin Londondagi do'stimning huzuriga bordim. U qarorimdan hayron qolsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, unday bo'lmadi. U bilan suhbatlashib, nima qilsam ekan? Islom haq din ekanligini bilaman. Ammo uni qabul qilsam, biznesimdan, sevgan qizimdan, uy-joyimdan ayrilaman dedim. Shunda unga hech narsadan xavotir olma. Bir do'stim bor, homiylik qiladi. Bu yerda homiylik tashkiloti ham ochgan. U senga ish topib beradi dedim. Chunki uni anchadan beri tanirdim. O'rtamizda biror marta muammo bo'lmagan. U meni qo'llab-quvvatlardi. Birgina menga emas, balki bu yerdagi barcha musulmonlarga doim ko'mak berardi. Uning bu gapi menga dalda bo'ldi va yo'limdagi to'siqni olib tashladi. Unga islomni qabul qilgach, nimalarga amal qilish kerakligini o'rgatdim. U uyimga keldi. O'shanda ayolim ham uyda edi. So'ng shahodat kalimasini aytdi. Shahodat kalimasini aytgach, endi nima qilaman dedim. U safaring endi boshlandi dedi. Nima qilay? O'zingni tarbiyala, ilm ol. Kitoblar o'qib o'rganishni boshladim. Ilm majlislarida qatnashardim. Alhamdulillah. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. Hamza islomni qabul qilgach, halol kasb topishga qattiq tirishdi. Haromdan 1 funt olishga ham rozi bo'lmadi. Shahodat kalimasini aytib, musulmon bo'lgach, otamning oldiga bordim va endi bu biznesda ortiq ishlolmayman dedim. Joriy shartnomamiz bor edi. Ish boshlash uchun sarmoyamizni tikkan edik. Shartnoma oxiriga yetgandagina qilgan sarf xarajatlarimizni qoplashi mumkin edi. Men bo'ldi, bu ishni to'xtatishim kerak. Bu biznesda ortiq ishlolmayman dedim. Otam yana 6 hafta ishlab turolmaysanmi deb so'radi. Men hatto 1 daqiqa ham ishlolmayman. Bu ish men uchun tugadi dedim. Otam, shunaqami? Unda uyimdan yo'qol dedi. Subhanalloh. Do'stim Ibrohim menga masjidda o'zing uchun bir do'koncha ochgan. Masjidga kelib, kunduzi ishla, telefonlarga javob ber, odamlarning shikoyatini tingla. Shu bilan birga do'koningda savdo qilaver dedi. Juma namozida ham qatnashaverasan, oz-moz foyda olasan. Minglab daromad topishing shart emas, yeb ichishing uchun yetadigani senga kifoya qiladi dedi. Alhamdulillah. Hamza da'vat ishlariga qattiq qiziqib qolgan. U dam olish kunlari bozorga tushib, odamlarga islomni tanishtiradi. Alhamdulillah. Bozorga shunchaki xarid uchun chiqqan odamlardan 120 tasi shahodat kalimasini aytishga erishdik. Aka-uka, opa-singillar, oqim bo'ylab ketavermang. Islom asli sizga aytishayotgandek emas. O'zingiz izlanib ko'ring, Qur'onni o'qib ko'ring. Bu Qur'onning muallifi kim deb savol bering. Uning muallifi 7-asrda yashagan bir inson bo'lishi mumkin emasligini tushunib yetasiz. Ana shunda uning haqiqiy muallifi kim ekanligini bilishga ehtiyoj sezasiz. Mening orzuyim mana shunga o'xshagan bir do'konim bo'lsa, unda kitoblar va boshqa narsalar bo'lsa, g'ayri musulmonlar islom haqida o'qib o'rganishlari mumkin bo'lsa. Bu do'kon faqat g'ayri musulmonlar uchungina emas, balki musulmonlar uchun ham. Bizda masjid va madrasalar bor. Talabalar kiyim-kechak va boshqa narsalarga ehtiyoj sezadi. Shu bilan birga dinlarni o'rganishlari ham kerak. Shunda ushbu kitoblar kerak bo'ladi. Alhamdulillah, mening orzuyim bu do'kon musulmon va g'ayri musulmonlar uchun shunga o'xshash ko'plab xizmatlarni o'z ichiga olsa. وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير
ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي